Aziz xudo xolajonlar, endi to'yga nima kiyaman deb qidirib o'tirmaysizlar. Tayyorlab qo'ydim degan ko'ylaklarimizni davom ettiraman. Hammasini hozir ko'rsata olmay qoldim. Opajonlar, qora kiymayman. Qora yozda issiq edi vassalami. Mana rangga nima deysizlar? Yangi chiqqan mentol rangi nima deysizlar? Bu rangni hali hech kim usta ko'rmadinglar, chunki bu novinka rang. Toshlarni moslagiga bitta qarab qo'yinglar. Atiga 250 mingdan, pastida shunaqa chiroyli shifonlar bilan bezatilgan asal ko'ylaklarimiz. Yaqinroqdan ko'rasizlar, hamma yog'i beshikka. Mana yashil rangini ham bitta ko'rsatgan. Mana yashili ham juda ham neobычный. Atiga 250 ming opajonlar tikib ham bermaydi. Toshini o'zi 250 ming emas. Shoshilinglar. Bunaqa narx, bunaqa razmer, bunaqa ko'ylakni bu narxda topa olmaysizlar. Mana bu beshifkaligi nima deysizlar opajonlar? Razmeri 48 dan 60 gacha eslatib o'taman. To'ymi, yig'inmi, yig'ilishmi, sovchilikmi kiyib ketaverasiz. 250 mingdan mana buni chiroyliligini qarang.